Bolaxoz Skilluzub Ibrohim oldiga keldik. Qani 60 sekund ichida eng qiyin savollarimizdan nechtasiga javob bera olar ekan? Ketdimi? Eng zo'r motivatsiya Ibrohim. Eng zo'r motivatsiya menimcha bu kambag'allik faqat odamni oldinga tortadi. Bu shaxsan o'zimda ham bo'lgan. Odamlar sizni faqat kuzatishadi. Nimaga? Bir ikkita fakt. Streamga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda hali hech kim qilmagan kontent. Har bitta kiloga men pul beraman. Meni otgan kiloga undan tashqari open case qilib beraman. Har bitta streamga 100 dollardan ketadi. Instagramga keladigan bo'lsak, yana 10 ming ta obunachi qo'shilsa, bolalar obuna bo'lib qo'ydi. 10 ming ta obunachi qo'shilsa, 5-6 talab iPhone beriladi. Menimcha hammaga iPhone yaxshi device kerak. Da, gap yo'q. Chitir hammayoqda reklama qo'z. Unga qancha pul berishdi? Bitta gap bilan 10 mingdan kammi yoki ko'pmi? To'g'risini aytish kerak. Da. Yarim yillik bo'ladigan bo'lsa ko'p. Nechta qizingiz bo'lgan? Aldamasdan. Bitta. Instagramda hamma vizit videolar kamida million prosmotr oldi. Bu hype'mi yoki ijodmi? Конечно, ijod, chunki bu yoqda ikkita odam soch qo'yilgan, yo meniki, yo uniki. Bu конечно riskli o'yin. Bemalol mendan hype olishligi mumkin ular. Ibrohim, oxirgi savol. Uydagilaringizga qilgan eng katta sovg'angiz qanaqa bo'lgan? Shu gapingizga bitta zo'r sovg'a tayyorlab qo'yganman uydagilarimga. Agar mana shu video 30 ming like yig'sa, keyingi videoda uydagilarimga qilgan eng katta sovg'amni ko'rsataman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, nima sovg'a bo'lishi mumkin u. Topgan odamga ham sovg'am bor. Gap yo'q.